Assalomu alaykum hammaga. Bugun 19-elementimiz kaliy bilan tanishamiz. Kaliy lotincha kaliy, ya'ni kul degan ma'noni anglatadi. Atom raqami 19 bo'lgan kimyoviy elementdir. Kaliy K belgisi bilan ifodalaniladi. 1807-yili ingliz olimi Humphrey Davy tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, atom raqami 19, atom massasi 39, normal sharoitda kaliy qattiq, rangi oq kumush rangda, klassifikatsiyasi metal, elektromanfiyligi 0.8, qaynash temperaturasi 1032 Kelvin yoki 759 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 336.53 Kelvin yoki 63.38 Selsiyda. Zichligi 0.89 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Endi Humphrey Davy rasmini ko'radigan bo'lsak, bu olim 1778-yilda tug'ilib, 1829-yilda vafot etgan. Endi kaliyda kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Bu yoqqa o'tsak, endi kaliyda kimyoviy belgisi K, atom tartibi raqami 19, nisbiy elektromanfiyligi 0.8, atom massasi 39, elektron konfiguratsiyasi 4s1. Endi tasviriga o'tsak, 0.6 gram miqdordagi kaliy bo'laklarini ko'rishimiz mumkin. Atom tuzilishiga o'tsak, kaliyda 19 ta elektron bor, 19 ta elektronlar harakatlanadi atomda. 19 ta proton bor markazda atomda va 20 ta neytrondan tashkil topgan. Bugungi o'rganadigan narsamiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.